Zavaga chiqish shunchalik darajada qiyinmi? Zavaga qanday qilib oson chiqsa bo'ladi? Demak, hammalarga xayr o'rtoqlar, sizlar bilan yana Imba Pabok YouTube kanali. Sizlarni bugungi yangi video roligimda ko'rib turganimdan baxoyatda xursandman. Bugungi video roligimda sizlarga Zavaga qanday qilib oson va tez chiqish usullarini ko'rsatib o'taman. Do'stlar, videoni yasashga juda ham ko'p vaqtim ketdi. Shuni inobatga olgan holatda video yoqsa, videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolardim. Bu men uchun juda ham katta motivatsiya va keyingi video roliklar tez va sifatli chiqishi uchun turtki bo'lardi. Bo'lmasam sizlarning qimmatli vaqtingizni olmagan holatda videoga o'taman. Kelinglar birinchi bo'lib Zava nimaligi haqida gaplashib olaylik. Pabokda 10 ta rang bor. Bronza, kumush, oltin, platina, olmos, toch, as master, as terminator va Zava Battle. Zava Battle o'yindagi eng katta rang bo'lib, unga erishish uchun birinchi bo'lib asga chiqib, top reytingga top 500 talikka kirish kerak. Asga chiqdingiz ham deylik, top 500 ga kirdisam deylik. Ertalab soat 7:00 gacha top 500 talikda turmasangiz, Zavani ola olmaysiz. Masalan, ertalab turib akkauntingizga kirib qaradingiz, top 550-o'rindasiz. Shuning uchun Pabok sizga Zavani bermagan bo'ladi. Pabokda solo, duo, squad va 3-litso va 1-litso bor. Bulardan rang ko'targani eng osoni qaysi biri deb so'raysizlar? Masalaga 1-litso duo va 3-litso duoni maslahat bergan bo'lardim. Nimaga aynan 1-litso va 3-litso duo? Chunki soloda xatolar kechirilmaydi va odamda qo'rquv ham bo'ladi. Squadda esa ranglar juda ham baland. Mani komandam bor va 18 soatlab Pabok o'ynashga vaqtim bor desanglar, unda ranginglarni squadda ko'taringlar. Bu sog'lig'ingizga ham zarar. Shuning uchun eng yaxshi qaror duo. 1-litso yoki 3-litso. Hatto bir normal telefoninglar bo'lsa va o'yininglarni oshirmoqchi bo'lsanglar, sizlarga 3-litsoni tavsiya beraman. Agarda telefoninglar kuchsiz bo'lsa, ko'p o'ynashga vaqtinglar bo'lmasa, unda 1-litsoni tavsiya beraman. Bu albatta o'zimning shaxsiy fikrim. Endi esa eng asosiy narsalardan biri serverimizni o'zgartiramiz. Nastroykaga kirib, server tanlash bo'limiga o'tib, eng pastdagi Koreya va Yaponiya serverini tanlaymiz. Server tanlab bo'lingandan so'ng OK ga bosib serverga o'tib olamiz. Nimaga aynan Koreya va Yaponiya serveri? Bu serverda ping juda ham baland bo'lsa ham, o'yinchilar soni juda ham kam. Bu bizga topiy reytingga kirishimizga juda ham katta yordam beradi. Videoni endi tugataman degan paytim yangi sezon ham kelib qopti. Lekin bu fursatda ranglarda ozgincha o'zgarishlar bo'libdi. As master, as terminator va Zavani ko'rinishlari o'zgarib, bu ranglarga chiqish ham ozgincha qiyinlashibdi. Masalan, Koronadan asga o'tish uchun 3 marta ketma-ket Erangel top 15 ga kirish yoki Livikda top 8 ga kirishingiz kerak. Ammo bunga yarasha beradigan sovg'alari ham yaxshilashibdi. Koreya Yaponiya serverida ping baland-ku, buni qanaqasi yaxshilab bo'ladi deb so'rasizlar, bunga ham yechim bor. Masalan, sizda Koreya Yaponiya serveri, lekin Yevropa serveridagi do'stingiz sizni chaqirib o'yinni boshlab bersa, Yevropa serverida o'ynaysiz. Lekin plus Koreya Yaponiya serveriga yoziladi. Qanday qilib ko'proq plus olsa bo'ladi? Plus asosan do'stingiz turgizganingizda, aptech ko'rganingizda, kill qilganingizda va to'pga kirganingizga beriladi. O'yin payti sizlarning eng katta maqsadingiz to'padini olish bo'lsa, hattoki kirsalik qilib bo'lsa ham to'padini olishingiz kerak. Chunki o'yinni boshida 20 ta kill qilib o'lib ketgandan ko'ra, ikkita kill bilan to'padini olsanglar ko'proq plus olasizlar. O'ylaymanki do'stlar, bu video orqali sizlarga oz bo'lsa ham Zava haqida ma'lumot berdim. Agarda mening kanalim bir hafta ichida 4000 ta obunachiga yetsa, Pabokda Chris o'rtog'idan bilmaydigan yashirin joylarni ko'rsataman. Va yana aytgancha do'stlar, 9-fevralda mening tug'ilgan kunim. Hozir kanalimda 4000 taga yaqin obunachi bor. 9-fevralgacha kanalimda 10000 ta obunachi yig'sam, Android telefonlarini optimizatsiya qilishni o'rgataman. YouTube kanalimga ham 2 oydan beri video qo'ymayotganim sababi bor. 2 oy ichida Instagram kanalimni ko'tardim va 1000 taga yaqin obunachi yig'dim. Instagram kanalimda har hafta qiziqarli videolar qo'yib turaman. Aytgancha Telegram kanalimga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Telegram kanalimda 2000 ta obunachi bo'lsa, pashti har kuni obunachilarim bilan lobbilar o'ynab turaman. Va albatta o'zimning chustum va yangiliklarni Telegram kanalimda tashlayman. Telegram va Instagram kanalimning silkasi kanalimning shapkasida yoki kommentariyasida. Va o'sha gap video yoqqan bo'lsa kanalimga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar. Keyingi video roliklarni o'tkazib olmaslik uchun qo'ng'iroqchani ham yoqib qo'ying. Sizlar bilan qisqa vaqt ichida Imba Pabok bo'ldi. Kelgusi video roliklarga ko'rishguncha deb qolaman. Hammaga xayr.